ajoyib. Bo'ldi, bu oxirgi uy hayvoni edi, Arti. Bo'ldi, tugadi. Safarimiz qaridi. Ha, qishloqqa shunaqaga o'xshaydi. Bu Minecraftdagi 60 kuni hech qachon unutmasam kerak. Hech qisi yo'q qishloqqa. Bir narsaning intihosi boshqa narsaning ibtidosi. Mana bu koordinatalar esa bu olamdagi muhim joylarniki. Nega men bularni sizlarga ko'rsatyapman? Chunki bu olamni sizlar ham yuklab ishlatishingiz mumkin. Hozir to'liqroq ma'lumot beraman. Bu hayvonlarimizga qanchalik ko'p vaqt xizmat qilishdi-ya. Men uchun menimcha mana bu sodiq uy hayvoni eng qadrlisi bo'ldi. Chunki uni yasagan paytimdan beri men bilan. Qishloqqa voy qishloq, qayerga uchib ketyapsan? Qanday uchib ketyapsan sen? Nima bor u yerda? Senga hammasini yasab... Nima, yulduzlarni sanayapsanmi? Kunduzi aqli joyidami? Nima, sen hozirgina uchib ketmadingmi qaysidir go'rga? Menimcha menda gallyutsinatsiya boshlandi shekilli. Shizofreniya. Aytgancha mana bular chaqmoq urib ko'rmading-ku. La'nat, bu juda ham ko'p jonivorlarga. Qani men ham tekshirib ko'raychi, bosib bo'ldimi? 1 2 3 bosdim. Chaqmoq urdi. Nega men yonyapman, sen yonmading-ku? Yondim, yo'gar, qayerda chuqur bor? Chuqurroq kavlasang o'lasan, shu chuqurchani. O'zi buni men kovlagan deb senga kim aytdi? Mana bu sandiqda deyarli mening hamma narsalarim bor va mana bu ramkachida turadi. Kimga kerak bo'lsa mana shu yerda oladi. Yotoqni ham shu yerga qo'yamiz, mana bu darachani ham ishlatmagan bo'lsak ham o'rgimchakni ham kerak paytda ishladik. Bu teleportni bu umuman afsona edi. Bu bilan qo'shiq eshitardik. Mana buni bo'lsa ehtiyot bo'lib qo'yish kerak. Bu esa juda ham qudratli edi, lekin oxirida bildik, bu Enderman bir tiya qimmat edi. Banancha bilan bo'lsa millionlab moblarni o'ldirdim. Ha, bananchaga alohida respekt. Endi esa oxirgi 3 ta uy hayvonini ilaman va mana buni ilgim kelmayapti. Chunki buni ilsam men ko'r bo'lib qolaman. Qanday dahshat. Yaxshi ham buni to'g'rilash shunchalik qiyin emas. Mana bunday qilib qo'yamiz, lekin baribir sekinroq yuguramiz-da. Buni uddalay olishimizga sho'maganda rostini aytsam. Ha, lekin biz buni qildik. Hammasini to'pladik. Hayvonlarni chaqpalaya, aylansin. Pararam. Xo'sh do'stlar, bizni uy hayvonlarini to'plash hikoyamiz mana shu yerda o'z yakuniga yetmoqda. Naqd 65 kun vaqtimiz ketibdi shu ishlarga. Ha, bularni to'plash uchun ozgina mashaqqat qilganimiz yo'q. Agar sizga mana shu uy hayvonlari let's playimiz yoqqan bo'lsa, buni izohlarda yozib qoldiring. Yana shunga o'xshagan video olish kerakmi yoki yo'qmi? Top bo'lamiz. Minecraftdagi hamma topshiriqlarni bajarib chiqamiz. Agar obunachilar shundayni ko'rishni xohlashsa, albatta qilamiz.